Tak, O'zbekiston tumani Kichikdagi qishlog'i. 47-bog'cha. O'sha biz kelib ketgandan keyin yopildi. Dekabrda 27sida yopilgan, yanvarda ishlamadi. Sabab nima deyishdi? O'sha yaroqsiz. Keldi-yu, boshliqlarimiz. Masjiddan chiqadi mana. Qayerdan chiqadi? Vahima gapirib olib sizlarni kelib biz bilan urushib ketdi-yu, viloyat hokimlari hammaga. Senlar chiqding, kim chiqdi deb biz yonimizga kelgan keyin u tepadagilar. Biz chiqqanimiz yo'q, ota-onalarimiz chiqdi, uni ham beramiz. Chiqilib Bu Beshariq tumani Bahman. Nechinchi bog'cha edi? 21. 21. Bu bog'cha o'tgan 24-yilda administratsiya kelganda o'rganilganda holat og'irligi topilib nima qilingan, xulosalar olingan, bog'cha berkilgan. Juda xavfli holatda bolalarni bosib qolsa, siz javob berishingiz kerak. Uning uchun bekiting, tezda nimaga dasturga tushirilishi kerak deyilganida 25 ga tushishi ana bo'lib turgandi. Endi tushmadi. Endi mana 26 deyilyapti. 26 da balki endi 27 ga deyilar. Lekin xalqimizni sabr bardoshi ungacha yetmasa kerak.